misol $100 qoldirgan bo'lsam, pul likvidностьda $100 bir yilda $100 bo'ldi, ya'ni $200 bo'ldi degani. Unaqa DeFi'da faqat kam foiz nima degan narsa emas, tushuncha emas. Prosta men riskdan kelib chiqqan holda nima qilaman? Misol risk qayerda kamroq bo'lsa, optimalniy daromad qayerda bo'ladigan bo'lsa, foiz men shu yerga boraman. Boya aytgandek, bepul tokenlar qayerda tarqab turgan bo'lsa, shu yerga boraman o'zim kapitalim bilan. Suida bepul token berib turgani uchun shu sababdan ham bu yerda foiz ko'p. Sui Foundation o'zining tokenlarini tarqatib turibdi hozir, чтобы более decentralizованный bo'lish uchun. Основной supply ularda-yu, Suining o'zida-yu. Ular tarqatib turibdi. Shu sababdan men o'ylayman bepul token olish yaxshiroq, chem hold qilib 100% yiliga bu juda yaxshi ko'rsatkich. 100% u minimalka u. Hozir kirib ko'rsa ham 100% dan baland 200%, 150% bo'lib turibdi. Chunki основной nima? Объем ham yaxshi u yerda, торговля объемlar ham yaxshi bo'lib turibdi. Lekin основной части shu Sui tokenlari bepul berib turganida. Sui tokeni va Setusning o'zining protokol tokeni, u protokol tokenni hech kimga keragi yo'q, men o'zim sotaman. Sразу olaman, sotaman. Bilmayman. Sui